Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar, birodarlar, akalar, opalar, Agroeksport kanalining obunachilari. Men mana sizlarga o'tkeligi avatar ko'chatini tayyor bo'lganini, qanday tomir olganini sizlarga ko'rsataman. Bu kelajakli sizlarga kelajakli hosil beradigan ko'chat, ishonchli, kafolatli. Dastavkamiz 20 tadan tepasi dastavkalarimiz bor. 20 ta, 50 ta shunday dastavkalarimiz bor. Avatar bilan boshqasi velurimiz kam qolgan, ararat muskatimiz kam qolgan, boshqa namunlarimiz kam qolgan. Asosan avatarimiz ko'p. Hozir sizlarga avatarni tomirini ko'rsataman. Endi bir o'zimman, kamerachi yo'q. O'zim ishlar bilan bandman. Sizlarga shu qanday tomir olgan, qanday tomiri sog'lom rivojlanganini sizlarga tushuntirib o'taman. Mana aziz yurtdoshlar, tomir olganini, avatar ko'chatini mana 1 yillik mana shu stakanda edi. Mana tomirda holati sog'lom. Kelajakda bu hosil yaxshi hosil beradi va buni biz qanday qilib qalamchasidan ko'chat qilib tayyorlaganmiz. Buni qalamchasini margansovkaga solib turib, undan keyin karnavinga solib turib, karnavindan keyin tomirlatishga o'tkazganmiz. Keyin uni tomirlagandan keyin bu ko'chat stakanga o'tkazilib turib, mana shunday holatga, mana 1 yillik ko'chatni mana bo'yi, hajmi, mana tomirlagan 1 yillik ko'chatlar bunaqangi tomiri yaxshi olmaydi va tomirda qanaqa desam bo'ladi, xuddi qurt yeganga o'xshab teshik paydo bo'ladi va qurt hasharot yemirishni boshlaydi. Bunda ichida o'sha stakanda ichida bo'lsa ham, mana shu beg'usi ichida bo'lsa ham, mana shu beg'usi ichida bo'lsa ham yeyishni boshlaydi. Stakanda qanday ko'chat tayyor bo'ladi, qanday foydali tomoni bor. Stakandagi ko'chatni yil davomida olib qo'yib eksa bo'ladi. O'zini mana shu beg'usi tayyor bo'lgan ko'chatni bemalol eksa bo'ladi yil davomida. Bunda stakandagi ko'chat qurib qolmaydi va tomiri bilan bemalol ekiladi, tayyor beg'usi bilan shunday ekiladi va shu buldozerga dori bersa bo'ladi. 2 oydan keyin dorisini berasiz, o'sadi. Dori amofoz berasiz, nitromofoz va machavin kaliy berasiz. 250 gram birinchi ko'klaganda berasiz. 30-40 cm chukri novdasi o'sganda 250 gram berasiz. Keyin yana qaysi payt beriladi? Bahorgi davridagi o'sgan davrasida yana 1 metr bo'lgandan keyin, yana 1 metr bo'lganda 400 gram amofoz beriladi. Amofoz berilganda mana shu ko'chatni uzoq atrofiga, ya'ni tomiriga yaqin emas, tomiridan uzoqroq qilib beriladi va tomir o'zi oziqani olib borib, oziqani o'zi oladi va tez o'sadi va tez katta bo'lib, 2-yilda hosil berishni boshlaydi. Yashil novdadagi o'sgan
bunaqangi kurtaklari bo'ladi. Yashil novdadan shunaqa kurtaklar tozalanib, bir dona yana yashil novda qo'yiladi. O'sha yashil novdani o'zidan yana kurtak bo'lib paydo bo'ladi. Bo'rtib, o'sha bo'rtib yana novdalar chiqqanda, shox-shapali novdalar chiqqanda olib tashlanib, bir dona qo'yiladi. Chukurisi novdasi bir dona qo'yiladi va ikkinchi yildan meva berishni boshlaydi. Ikkinchi yildan ham tayyorgarlik ko'rasizlar va bu 3-4 panja bo'lib yoyilib, tepada 4 panja bo'lib shakl bo'lib qoladi va hosil berganda katta bosh bermaydi, dona yirik bo'lib bermaydi, o'rta sredni bo'ladi. Mevasi ham o'rta boshi ham maydaroq bo'ladi va dona sredni bo'ladi. Undan ham sal maydaroq bo'ladi, nishona beradi. Va 3-yildan mevasi ko'payishni boshlaganda, novdalari ko'payishni boshlaganda mevasi ko'payib, boshi yirik, dona yiriklashadi. 4-yildan yana hosil ko'payaveradi. 5 yillik bo'lganda haqiqiy avatar o'zi holati bo'ladi. 3-yildan ham avatar o'zi holati bo'ladi. 2-yildan bizning kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Ko'chatlar kerak bo'lsa, bizlarda sifatli, ishonchli ko'chatlar bor. Mana shunaqangi sifatli, ishonchli ko'chatlar. Mana 1 yillik tomir ajoyib va sifatli stakandagi tomir mana shunaqa bo'ladi. Bir xil stakanda tomir sustroq bo'ladi va harakati past bo'ladi. Tomir kam bo'lgan ko'chatni harakati o'sishi sust bo'ladi. Shuni esingizdan chiqarmanglar. Bozorda sotiladigan ko'chatlar, yerdan qo'zg'algan ko'chatlar 1 oylab, 2 oylab, 1 haftalab shamolda, ochiq joyda qolib, ochiq joyda qo'yiladi va o'sha ko'chatlar ko'klashi qiyinroq bo'ladi, qurib qoladi. Oftob ko'rgandan keyin u ko'chat shamol tegib oftob ko'rgandan keyin u ko'chatni ekib bo'lmaydi. Xoh gilo bo'lsin, xoh uzum ko'chati bo'lsin, xoh shaftoli ko'chati bo'lsin, xoh anor bo'lsin, xoh anjir bo'lsin, farqi yo'q. Shamol tegib nima bo'lgandan keyin u ko'klashdan to'xtaydi. Salomat bo'linglar, tashakkur. Savollaringiz bo'lsa kommentariyga yozib qoldirasiz.